Arqam qo'rosida chaqnagan mash'al. Payg'ambar alayhisalomning bu qatma-qat zulm sitamlar oldida musulmonlarni so'z yoki harakat orqali o'zlarining diniy e'tiqodini oshkorlashdan to'sishi va ular bilan maxfiy ravishda uchrashishi intayin dono tadbir bo'lgan edi. Chunki Rasululloh ular bilan oshkora bordi keldi qilib yurganda, mushriklar uning musulmonlarga Qur'oni Karimni o'rgatib, diniy saviyasini yuqori ko'tarish va ularning nafsini poklash ishlariga to'sqinlik qiladi. Hatto ikki tarafning to'qinib qolishini keltirib chiqarishi mumkin edi. Payg'ambarlik nozil bo'lgan nubuvvatning 4-yili ana shundaq ahvollar haqiqatan yuz berdi. Sahobalar tog' jirolarga yig'ilib, mushriklarning ko'zidan yiroq yerlarda namoz o'qiydi. Bir kuni Quraysh kofirlardan bir bo'lik kishilar ularni ko'rib qilib qattiq haqoratladi va musht ko'tarib urishdi. Urush talash jarayonida Sa'd ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu mushriklardan bir kishini urib yaralantirib qo'ydi. Shu qatimqi urushda oqqan qon islom tarixida qarshi tarafdan to'kilgan tunji qon hisoblandi. Shunisi aniqki, navoda bundaq to'qinish va urushlar ko'p qatim yuz bersa yoki uzunga so'zilsa, mushriklarning musulmonlarni qattiq bostirishi va tal to'kis yo'qotib qatl am qilib yetishi tamoman mumkin edi. Shunga yo'chirin faoliyat elib berish har holda donolik bo'libdi. Shuning uchun ko'plagan sahobalar o'zlarining islom ibodatini, duo tilovatlarini va yig'ilish faoliyatlarini maxfiy tutadi. Ammo Rasulullohchu u mushriklar yig'ilgan so'rinlarda oshkora da'vat elib beraveradi va oshkora ibodat qilaveradi. Uni bu ishidan hech kim to'siy olmaydi. Lekin u musulmonlarning va islom dinining kelgusi istiqbolini nazarda tutib, shu musulmonlar bilan intayin maxfiy ravishda uchrashadi. Arqam ibn Abul Arqam Maxsumiyning qo'rosi Safa tig'ining keyiniga joylashgan bo'lib, zolim jallodlarning ko'zidan va ularning yig'ilish so'rinlaridan bir qadar yiroq edi. Shunga Rasululloh bu yerni, ya'ni payg'ambarlik nozil bo'lgan yilning 5-yilidan boshlab o'zining da'vat bazasi va musulmonlar bilan uchrashish markazi qildi. Habashiston qilingan tunji hijrat. Mushriklarning musulmonlarni nohaq jazolab qiynashlari Bi'sat, ya'ni payg'ambarlik nozil bo'lgan yilining 4-yilining o'ttirlaridan boshlab yo'lga qo'yilib, shuningdan keyin kundan kunga, oydan oyga tadrijiy kuchayib, 5-yilning o'ttirlariga borganda rasmiy chekidan oshdi. Vaziyatda chidab turg'usiz holat shakllandi. Hatto Makkada turish mumkin bo'lmay qoldi. Natijada musulmonlarni bu ig'ir azobdan qutuldiradigan bir chora tadbir tepishga to'g'ri keldi. Mana mushundaq zulm qoplab ketgan qiyin bir paytda mushriklarning payg'ambar alayhisalomga tashlagan savollarga javoban sura Kahf nozil bo'ldi. Bu sura oz degandimi 3 qissani o'z ichiga oldi. Bu qissalarda Alloh taolo tarafidan mu'min bandalarga cho'nqur tarbiya va chiqish yo'li yo'shirin ishoratlar bilan ko'rsatib berilgan. Suradagi Ashabul Kahf qissasi mu'min odam o'z dinining fitna fasodga uchrashidan qo'rqsa, Alloh taologa tavakkul qilib, kufri va zulm sitam avj olgan joylarni tashlab, hijrat qilib chiqib ketishga ishorat qiladi. Ey yigitlar, sizlar ulardan va ularning Allohdan boshqa ibodat qilayotgan butlardan ayrilgan ekansizlar, g'orni panoh joy qilinglar. Parvardigoringlar sizlarga keng rahmat qiladi. Alloh sizlarning ishlaringlarni osonlashtirib beradi. Qur'oni Karim sura Kahf 16-oyatlar. Xizr alayhisalom bilan Musa alayhisalomning qissasi bo'lsa, jahonning rabdori hargiz bir palakda aylanmaydiganligini va uning shart-sharoitlari hamisha kishi mo'ljallagandek chiqmaydiganligini, balki ba'zida ishlarning tashqi ko'rinishining dal aksichi bo'ladiganligini ko'rsatdi. Bu qissada yana hozir musulmonlarga qarshi elib berilayotgan urush va qiyin qistoqlar pat orada tamoman aksiga o'rilib, bu zolim qonxo'r mushriklar agar musulmon bo'lib tavba qilmagan taqdirda shu azob chekkan va xorlangan ojiz musulmonlar oldida qattiq javobgarlik tortilganligiga nozuk ishorat va bishoratlar berilgan. Zulqarnayn qissasi zamin Allohning zamini, uni Alloh o'zi xohlagan bandalarga iltifot qiladi. Nijotlik va oqibatning xayrlik bo'lishi kufrning to'yiq ko'chisida emas, balki iymon, islomning dog'dam yo'lida tepiladi. Alloh taolo o'z bandalari ichidan har qaysi davrning Ya'juji va Ma'jujilarining to'mir topinidan shu davrning ojiz bechoralarni qutqizadigan haqiqiy jasur, mard, mu'mini komillarni pat-pat maydonga keltirib turadi. Va Allohning zaminiga varislik qilishga Allohning solih, mu'min, komil taqvodor bandalari loyiqdir deganni uqtirdi. Sura Kahfning orqasidan hijrat qilishga ishorat berib va Allohning zaminining tor emasligini uqtirib, sura Zumar nozil bo'ldi. Bu dunyoda yaxshi ish qilganlar oxiratda yaxshilikqa, ya'ni jannatga erishadi.
Allohning yeri kengdir. Kuffarlar orasidan shu yerga hijrat qilinglar. Faqat sabr qilguvchilarga ularning ajri hisobsiz beriladi. Qur'oni Karim Sura Zumar 10-oyatning bir qismi. Payg'ambar alayhissalom Habashiston podshohi Ashamatun Najoshining odil podshoh ekanligini, uning tavalligida har qanday bir dinga e'tiqod qilguvchi bo'za qilinmaydiganligini anglagan edi. Shunga u musulmonlarni o'z dinini fitna fasod, zulm va besimlardan xoli saqlash uchun Habashistonga hijrat qilishga buyurdi. Bi'satning 5-yili Rajab oyida 12 nafar er va 4 nafar ayoldan tarkib topgan tunji bir turkum sahobalar Habashistonga hijrat qildi. Ularga Osman ibn Affan mas'ul bo'ldi. Uning bilan birga ayoli Ruqiya, ya'ni payg'ambar alayhisalomning qizi birga hijrat qilgan edi. Payg'ambar alayhisalom bu ikkilan haqida bu er-xotin ikkisi Ibrohim alayhisalom va Lut alayhisalomdan qolsa tunji qitim Xudo yo'lida hijrat qilgan bir oilali kishilardir, dedi. Bular Qurayshlarga to'ydirib qo'ymaslik uchun tun nisbida shab chiqarmay sug'urilib chiqib ketib, Qizil dengiz bo'yidagi bir xalq portiga yetib bordi. Allohning taqdiri shundoq bo'lsa kerak. Bu muhojirlarga 2 dona tijorat kemasi uchrab qolib, ularni Habashistonga o'tkazib qo'ydi. Muhojirlar o'ylaganidek Quraysh doiralari ahvolni o'qib qilib, ularning keynidan qo'g'lab chiqdi. Lekin ular dengiz bo'yiga borganda, muhojirlar allaqachon dengiz sohilidan ayrilib bo'lgan edi. Musulmonlar Habashistonda nihoyat yaxshi kutib olindi va bir obdan turib qoldi. Shu yili Ramazon oyida mundaq bir voqea yuz berdi. Rasululloh bir kuni haramga chiqqan edi. Bu yerda nurg'un kishilar yig'ilib, so'rin tuzib o'ltiratdi. Ularning ichida cho'ng-cho'ng arboblar va qabila oqsoqollari bor edi. Payg'ambar alayhisalom o'tirg'i chiqibla Sura Najmni tilovat qilishga boshladi. Mushriklar, bu Qur'onga quloq solmanglar. Uni elishtirib o'tinglar. Sizlar g'alaba qilishinglar mumkin. Qur'oni Karim Sura Fussilat 26-oyat degan nazariyasi bo'yicha ular o'z aro tutishib olgan ahdlariga asosan buning oldida bu Qur'onni zang silib tinglab boqmagan edi. Bu qitim Rasululloh ularga ushtum tut bu surani o'qib berdi. Til go'zalligi va shirin zamonliqni tasvirlab bo'lmaydigan kuchli jazbidorlik ega bu ilohiy kalom ularning quloqlaridan beixtiyor holda kirib, dil torlarini chaktichig'i, ular o'zlaricha xudini yo'qitib, bu mo'ngliq tilovatga quloq solib, dong etib qilishdi. Ularning ko'ngliga Qur'on mazmunidan boshqa hech narsa kirmaydi. Payg'ambar alayhisalom suraning oxiridagi Allohga sajda qilinglar va ibodat qilinglar degan oyatni tilovat qilib bo'libla sajdaga bosh qo'ydi. Hammaylar Rasulullohga ergishib, ixtiyorsiz holda sajdaga ketishdi. Aslida bularning ixtiyorsiz sajdaga ketishi tegi taktidan olganda haqiqat kuchining akavur, masxirchi, xumsiylarning ko'nglidagi bo'yintovliq to'g'onini parchaqlab tashlaganligi edi. Shunga ularning hech qaysisi o'zini tutib ololmay beixtiyor holda sajdaga ketishgan edi. Keyin ular Allohning kalomining o'zlarining bo'yin cho'lvarini tartib bo'ysundirganligini, natijada o'zlari yo'qotmoqchi bo'lib, nihoyat zo'r tirishchanliklarni ko'rsatayotgan ishni o'zlarining ixtiyorsiz holda qilib solganligini sezishib, qo'llarini tishlashdi hamda ularga so'rin g'ozilik qilmaganlar tarafidan qatma-qat topit alomatlar yog'di. Bu chaqda ular Rasulullohga tuhmat chaplab, Rasululloh bizning butlarimizga muayyan darajada o'rin berishga qo'shildi va ashu butlar haqida, ashu butlar ulug' farishtalardir. Ularning shafaati cho'qim umid qilinadi dedi, degandek bir nimani o'ydirib chiqardi. Ular bu qop-qora tuhmatni o'zlarining ilq so'rinda Rasululloh bilan sajdaga bosh qo'yib salganligini aqlash yuzidan o'ydirib chiqqan edi. Amaliyotda yo'chiq topsilar yolg'onni to'qib, eli nayrang o'ynatib, tuhmat chaplashga odatlangan bir qavm uchun aytganda, bundaq ahvollarni hargiz yot sanig'ini bo'lmaydi albatta. Bu xabar Habashiston muhojirlariga anglandi. Lekin u dal aksicha Qurayshlar bir butun musulmon bo'lib ketibdi degan mazmunda anglangan edi. Shuning bilan Habashistondagi muhojirlar mushu yili Shavvol oyida Makka ga qaytib keldi. Ular Makka ga kirgili 1 soatlik yo'l qolganda haqiqiy ahvolni o'qib, keyniga o'rilganicha Habashistonga qaytdi. Az bir qismi yoshirin holatda yoki Qurayshlardan bir kishining himoyasida ondan Makka ga kiradi. Shuningdan keyin Qurayshlarning Habashistondan qaytib kelganlarga yoki muqim turganlarga bo'lsin, jazo yurgizib qiyin qistoqqa erishi texim ashaddiyilashib ketdi va har qaysi qabila aymoqlar o'z tavasidan musulmon bo'lganlarni iskanchiga oldi. Aslida Habashiston podshohi Najoshining musulmon muhojirlarni qizg'in kutib olib, yaxshi o'rinlashtirganligi Quraysh doiralariga qattiq alam qilgan edi. Bu chaqda Rasululloh sahobalarga Habashistonga qayta hijrat qilishdan boshqa chora yo'qligini aytdi. Lekin bu qitimqi hijrat oldingi qitimqidan o'ng'ayga to'xtamadi. Quraysh doiralari musulmonlarning hijrat planini sezib qilib,
uni amaldan qoldirishni qaror qilishgan edi. Biroq musulmonlarning bo'sh kelmay chapson tayyorlanib o'z yo'liga ravon bo'lishdi va Allohning ularning safarini oson qilishi bilan hech bir to'solg'usiz Habashistonga yetib beraverishdi. Bu qitimda erlardan Ammar ibn Yasirmi shular ichida bor deyilsa, 83 kishi, ayollardan bo'lsa 18 yoki 19 kishi hijrat qildi. Qurayshlarning Habashistondagi muhojirlarga chang selishi. Muhojir musulmonlar o'zlarining jismoniy bexatarligi va dini uchun tinch xotirjam bir makon tepib olganligi mushrik kofirlarning o'g'isini echitdi va ularga qattiq alam qildi. Shunga ular aql farosatlik, jasur ikki yigitni tanladi. Ular Amr ibn As va Abdullah ibn Rabi'a bo'lib, bu chaqda ular texi musulmon bo'lmagan edi. Ulardan Najashi va uning vazir-vuzralariga esil so'g' salomlar yo'lladi. Elchilar avval vazir arkonlar bilan ko'rishib, so'g'i tartiqlarni topshirib berdi hamda ularni musulmonlarni qo'g'lab chiqarishning haqli ekanligi to'g'risida dalil paketlar bilan ta'minladi va ularni podshohga musulmonlarni qo'g'lab chiqarish to'g'risida taklif berishga qoyil qilib bo'lgandan keyin ikkisi Najoshining saynasida hozirli yetib kelgan qiyofatda paydo bo'lib, uningga Makkadan elib kelgan so'g'i salom va hadiya tartiqlarni taqdim qildi. Ondan podshoh so'z ichib mundoq dedi: "Podshoh oliylari, sizlarning davlatlarga bir qism yomon g'arazlik odamlar kelyapti. Ular o'z qavmi e'tiqod qilib kelayotgan an'anaviy dinni tashlaganlardir. Sizlarning dillariga ham kirmaydi. Ular shundoq yo'chunlar bir dinni ko'tarib chiqdiki, uning ta'limotini bizmi o'qimaymiz, sizlarmi o'qimaylar. Bizni ularning ota-ona, urug' tuqqanlari, qabila oqsoqollari va el-yurt mutavarrilari qaytirib kelishga avatdi. Albatta, cho'nglar yiroqni ko'zlaydi va bularning bizga qo'ygan ayblarini va chiqish olmagan taraflarini ashular obdan biladi. Shunga bularni biz bilan qaytirib yetishlarini oliy ehtirom bilan iltimos qilamiz. Shundoq podshoh oliylari, bu paydavoylarni mushu elchilarga topshirib bersizlar. Ularni o'z makonlariga qaytirib ketsin, dedi vazir-vuzralar birdak ovoz bilan. Lekin Najoshi aniqlab, atrofliqroq anglab beqish kerakligini zarur deb qaradishig'i musulmonlarga odam avatib chaqirtib keldi. Musulmonlar maydonga hozir qilindi. Ular o'zaro fikrlashib, qandoqli bo'lmasin, rost gap qilaydi degan qarorga kelgan edi. Najoshi musulmonlardan o'zinglarning qavmi jamoati va yurt mahallasidan ayrilib turib, yo mening dinimga kirmay, yo boshqa millatlarning diniga kirmay, e'tiqod qilayotganinglar qaysi din u deb so'radi. Shuning bilan Ja'far ibn Abu Talib musulmonlarga vakolatan so'z qilib mundoq dedi: "Podshoh oliylari, biz jaholat patqiga petib ketgan nodon xalq edik. Butqa cho'qinatdik, o'zi o'lgan mollarni yeyib, zina fohishiga o'zimizni uratdik. Urug' tuqqanlar aro sila rahimni uzib, qo'shnilarchiligimiz yomonlashgan edi. Kuchliklar ojizlarimizni yeydi. Biz mushundoq nohaqchilikqa to'lgan jamiyatda yashayotgan bir paytda Alloh bizga o'z ichimizdan bir payg'ambarni avatdi. Biz uning rostchil, samimiy, pok nasablik odam ekanligini bilamiz. U bizni Allohni yakka yegani bilishga, Allohga ibodat qilishga, biz va bizning ota-bobolarimiz uzoqdan beri qarg'ularcha cho'qinib kelayotgan yog'och, tosh butlarni ko'zimizdan selib tashlashga chaqirdi va bizni rost so'zlash, omonatni o'z joyiga qaror topqizish, sila rahim qilish, qulum qo'shnilarga yaxshilik qilish, haromxo'rlik va nohaq qon to'kishdan qat'iy saqlanishga buyurdi. Fohishvozlik, yolg'onchilik, yetim yesirlarning melini yavilish va iffatlik ayollarga bo'hton qilishlardan to'sdi. Namoz o'qish, zakot berish, ro'za tutishga buyurdi, deb Ja'far bir qancha diniy amallarni tilga oldi. Biz uni tasdiqladik. So'ziga ishonib, u elib kelgan to'g'ri dinga kirdik va Allohni bir bilib, uningga ibodat qildik. Allohga sherik keltirmadik. Biz harom qilingan shaylarni harom, halol qilingan shaylarni halol deb e'tiqod qildik. Bizning qavmi jamoatimiz mushuning uchunlar bizga ochiqlandi. Bizni yo'lsiz azobladi. Ular bizni Allohga ibodat qilishning o'rniga but haykallarga cho'qindirib, ilgari ravo ko'rgan razil qiliqlarni yana ravo ko'rdigan ideyaga akilib, bizni bu dinimizdan yontirmoqchi bo'lishdi. Ular bizga chidog'siz zulm selib, har jihatdan siqib, diniy ishlarimizni erkin elib borg'ili qo'ymagandan keyin janoblarining davlatiga panoh izlab keldik va o'zlarini boshqalardan a'lo bilib, atidorchilik qilib qo'yishlariga rag'bat qildik. Podshoh oliylari, o'zlarining sohillarida zulmga uchirmasligimizni umid qilamiz, deb gapini tugatdi. Bu chaqda Najoshi uningga: "U payg'ambaringlar Allohning dargohidan elib kelgan hilqidinning vasiqalaridan senda biror narsa bormi?" deb so'radi. Ja'far: "Ha, bor", dedi. Najoshi: "Undaq bo'lsa, uni menga o'qib bergin", dedi. Shuning bilan Ja'far ibn Abu Talib Najoshiga Sura Maryamning bosh qismini o'qib berdi. Azbiroyi Xudo Najoshi yig'lab ketdi.
Hatto soqolini o'l qilibdi. Uning atrofida Injil tilovati bilan mashg'ul bo'layotgan bosh ruhoniylarmi Ja'far tilovat qilgan Qur'onning mazmunidan ta'sirlanib, buquldab yig'ilishib ketdi. Hatto oldidagi Injil varaqlarini o'l qilibdi. Bir oz yig'idan keyin Najoshi Amr ibn As bilan uning hamrohiga xitob qilib, bu oyatlar bilan Iso elib kelgan oyatlar cho'qim bir manbadan kelibdi. Sizlar ikkinglar chiqib ketinglar. Men ularni sizlarga qat'iy qaytarib bermayman, dedi. Shuning bilan ikki elchi tunji qitimlik suhbatda mag'lub bo'lib, o'rnidan dakkisini yegan holda salpiyib chiqib ketishdi. Chiqib ketib o'tib, Amr ibn As Abdullah ibn Rabi'aga "Azbiray xudo, men atigan kelib bu qochqinlarni tüp yiltizini qurtib tashlaydigan bir davoni o'ttirib qo'yman", degan edi. Abdullah ibn Rabi'a "Unda qilmayli. Ularning biz bilan garchi diniy ixtilofi bo'lsa-mu, yanada urug' tuqqanchiligimiz bor", dedi. Lekin Amr ibn As o'z fikrida cho'ng turib oldi va atigan Najoshining o'rdisiga keldi va "Podsho oliylari, bu kishilar texi Iso payg'ambar haqida odam tilga olg'il bo'lmaydigan qo'pol gap so'zlarni qilishida emasmi?" dedi. Buni anglagan Najoshi musulmonlarga Iso alayhisalomga qanday qaraydiganligini so'rab odam avatdi. Musulmonlar damonliqcha bir oz qo'rqishdi. Biroq nima bo'lsin, rost gap qilayli degan qarorga kelib, podshoning huzuriga kirib kelib edi. Podsho ulardan ilqi masalani so'radi. Ja'far yana javob berib, "Biz Iso haqida payg'ambarimiz nima deb tushuntirgan bo'lsa, shuni deymiz. U Allohning bandasi, Allohning payg'ambari va ruhi. Shundaqla Allohning yotliq bo'lishdan voz kechgan Maryam onaga ilqo qilgan kalimasidir", dedi. Bu chaqda Najoshi qo'liga osini ilib, "Alloh bilan qasamki, sening deganlaring Isoning ahvoliga mushu hosida chinigandek keldi", dedi. Shuning bilan uning vazir uzralari bir-biriga qarashib jimib qolishdi. Najoshi ularga "Alloh bilan qasamki, garchi sizlarning ideyanglardan o'tmasimi shundoq", dedi. Ondan musulmonlar qarab, "Qaytinglar. Sizlar mening davlatimda omon esendirsizlar. Sizlarga azor berganlar jazolanadi. Sizlardan bir kishiga aziyat yetish badliga bir tog'dak oltinning mening bo'lib qolishini xohlamayman", dedi. Ondan keyin u yenida devaylab turgan navkarlarga "Bu ikkisining so'g'u salomlarini qaytarib beringlar. U narsalar menga behojat. Alloh bilan qasamki, Alloh menga hokimiyatni ato qilganda mendan pora olgan emas. Ondan menmi uni olar edim. Avam puhra menga o'zligidan itoat qilgan emas. Undaq bo'lgan bo'lsa, menmi ularga itoat qilar edim", dedi. Bu qissani so'zlab bergan Ummu Salima radhiyallohu anha so'zini mush yerda oxirlashtirib, shuning bilan bu ikki elchi elib kelgan narsalarni ko'tarishib, podsho o'rdisidan intayin osal ahvolda chiqib ketishdi. Bizlar Najoshining izzat hurmatiga noil bo'lib, nihoyat obdan turib qoldik, deydi. Yuqorqilar Ibn Ishoqning rivoyati. Uningdan boshqa tarixshunoslar Amr ibn Asning Najoshiga elchi bo'lib borgani Badr g'azotida keyin bo'lgan, deydi. Yana qisman tarixchilar elchilik 2 qatim bo'lgan deb ixtilofni tugatadi. Lekin ularning deganidagi ikkinchi qatimlik uchrashishda Ja'far bilan Najoshi o'rtasidagi savol-javoblar taxminan Ibn Ishoqning zikr qilgan savol-javoblarga o'xshab ketadi. Uning ustiga bu savollarning o'ttirib qo'yilish jarayonidan qaraganda, bularning Najoshining huzuriga tunji qatim da'vo qilib borganda o'ttirib qo'yilgan arizning savol-javob teksti ekanligi ma'lum. Hosil kalam bu qatim mushriklarning hilisi butunlay mag'lub bo'lib, suiqasdi barbod bo'ldi. Ular faqat o'zlarining hukmronlik doirasi ichida o'chmanlik nashtirini sanjay oladiganligini tunib yetdi va shuningdan keyin ularda odamni cho'chitadigan bir xil yomon o'y-fikr paydo bo'ldi. U bo'lsa-mu, bu baloy ofatdan qutulish. Faqat Muhammad alayhisalomni da'vatdan o'zil kesil cheklash yoki uni o'jiqtirib etish orqali ondan mumkin ekan degan o'y-fikrlar edi. Lekin bu ham xayollarni amalga oshirish mumkinmi? Holbuki uning tog'isi Abu Talib uni butun vujudi bilan qo'g'dimoqda va ular uchun cho'ng bir to'salg'i bo'lib turmoqda. Ular bu to'g'rida Abu Talib bilan yuzdiran ko'rishib so'zlashib boqmoqchi bo'ldi. Da'vat yo'li to'silganda kafirlarga qilich bilan urush ochgan Rasululloh. Ushbu yo'lda qili aqan tuproqlarga japa chekkan bu din uchun